Hali O'zbekistonda bo'lmagan yangilik o'rtoqlar Damas'chilar bu cho'kiladigan yengilgina jo'natib qo'yadigan joyi salon detallarini 10 talik qismga olib qo'yganmiz o'rtoqlar. Bitta ko'rasizlar, baho berasizlar. Sifatlari a'lo darajada o'zini joylariga birga tushadi. Sifatli detallardan, mahsulotlardan ishlangan demak. Qanaqa turlari bor bizda? Matli ko'rinishdagi, glansiy karbonoviy ko'rinishdagi o'rtoqlar. Glansiy black piano ko'rinishdagi detallari o'rtoqlar. Hamda Malibu primer dizayndagi detallar. Ushbu 10 talik detallar ichiga qaysi detallar kiradi? Tablachki. Tablosning ochkisi bo'ladi. Signalning krishkasi bo'ladi. Oldi eshiklarini tortqich ruchkalari bo'ladi. Hamda bozorda taqchil bo'lgan oyna ko'tarib tushiruvchi ruchkani ichi temirlisi bo'ladi. Okalarimiz bilishadi. Hamda eshikni ochib yopadigan ruchkasi bo'ladi. Ruchkalarga e'tibor berasizlar, glansiy ko'rinishda bo'ladi. Orqasi temirlik sifatlari a'lo darajada. Narxini batafsil postimiz davomiga tashlab qo'yamiz.